Birodar, farzandlaringizga yaxshi quloq soling. Har bir so'zga. Farzandlaringizga yaxshi tarbiyalovchi bo'ling. Yaxshi ota-ona degan yo'q, deganim yo'q. Tarbiyalovchi bo'ling. Siz farzandlaringizni qanday tarbiyalasangiz, farzandlaringizga qanday tarbiya bersangiz, shu tarbiyangizga qarab keyingi avlodingiz katta bo'ladi. Bizning jamiyatimizda o'zbekda ham, qirg'izda ham kamdan kam odam o'zining farzandlariga to'g'ri, ya'ni mehrga, muhabbatga to'lgan, Qur'on sunnatdan, kerak bo'lsa dunyo tomonidan bergan tarbiya bergan ota-onalar juda kam. Ko'pchiligimiz biz o'zimiz ota-onamizdan ko'rgan tarbiyani beramiz farzandlarimizga. Boshqa iloji yo'q, boshqa yo'q bizda. Ota-onamiz bizni urgan bo'lsa, farzandimizni urib tarbiyalaymiz. Ota-onamiz bizni masalan pul tomonidan bermay qisib, och qoldirib katta qilgan bo'lsa, biz ham ularni och qoldirib katta qilamiz. Ota-ona bo'lishlik haqiqatan katta ne'mat. Haqiqatan juda ham katta ne'mat. Lekin ana shu ne'matlar, ana shu xursandchilik bilan birga juda ham katta mas'uliyat, ответственность bor, esdan chiqarmanglar. Bu faqatgina ne'mat emas. Hozirgi yoshlarimiz nima uchun taloq ko'p? Nima uchun ajrashganlar ko'p? Chunki bizi yoshlar faqat uylanishni biladi. Faqat bola ko'paytirishni biladi. Bola ko'paygandan so'ng bolaga xursand bo'lish bilan birga bolaga javob berishni bilmaydi. Bola eng katta mas'uliyat. Shunaqa bir ahmoq birodarlar bor. Xotini bitta so'z aytib qo'ysa, shu so'zga xafa bo'lib, ash o'g'il bola farzandini yetim qilishdan qo'rqmaydi. Arazlab oladi o'zicha. Men o'zi yalinib kelsin deb. Qaynonalar bor. Kelin yoki o'g'lim bitta xatosi deb nevaralarni ana shu katta mas'uliyatni shuni ko'chaga chiqarib qo'yadi. Naqadar bemehr qaynonalar. Mana shu aytib qo'yay, masalan, oila qurdingiz, endi uylangan yoki uylanmoqchi bo'lgan birodarlarga. Ba'zi o'ylaydiki, uylangandan so'ng bo'ldi, xotin 100% zombi singari erda aytganini qilish kerak. Unaqa bo'lmaydi. Siz o'zi ota-onangiz aytganini qila olmayapsiz, qanday kecha birovning qizi kelib aytganingizni qilib yorsinmi, birodar? Bu bir kunda bo'ladigan narsa emas. Unga oylar, yillar kerak. Xotinni o'zi aytganingizni o'zingizni nimaga tushirish uchun. Unga harakatlar kerak, unga mehrlar, muhabbatlar kerak. Unga kuni tunlar kerak, birodar. Bir kunda siz bir yilda uni idealni xotin qila olmaysiz hech qachon. Uni mush bilan, so'kishlik bilan qila olmaysiz, birodar. Ba'zida er-xotin o'rtasida urush janjallar bo'ladi. Bo'ladi. Hammada bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda bo'lgan. Umar ibn Xattobning uyida bo'lgan. Lekin ana shu janjaldan keyin ajrashib ketganlar bu yaxshi emas. Shuning uchun agar shu joyda xotinlar ketib qolgan birodarlar bo'lsa, bitta nasihatim, tezda olib keling. Uni qaytib kelishini kutmay o'zi keladi yalindan deb. Ba'zi bolalar endi temadan tashqari bo'lsam gapirib o'tib ketaman. Xotin arazlab ketdi. U bola faqat ham uyda o'tiradi. Ikkovsi telefon ishlatib bir-birini urishib, bir-birini so'kib, bir-birini haqorat qiladi. Xotin u yerda gap qaytaradi, bu yerda bu bola gapiradi. Xotinga ota-onasi o'rgatishi mumkin, opa-singillar o'rgatadi. Bu yerda bolaning ham 2-3 tasi qayriydi. Oilada nima bo'ladi? O'rtada oila buziladi. Qiz ham, bola ham hech kim quloq solmash kerak unaqa muammoda. Xotiningiz ketib qoldimi? Yalinib bo'lsam olib keling xotiningizni. Xotiningiz uzoqda turib tarbiyalay olmaysiz. Xushi bo'ladi. Gapiradi, u odam u. O'ylamang, xotin desa bizni shuda, xotin desa shu. Zombi to'q aytgan qilish kerak. Uni haqqi gapirishga ham haqqi yo'q, bu noto'g'ri, birodar. Xotiningiz ketib qolgan bo'lsa, xato sizdan ketgan bo'lsa, xotiningizdan ketgan bo'lsa, borib yaxshi so'zimni olib kelib, uyda o'tkazib tarbiyalang, telefonda emas. Shuning uchun biz masalan o'zimiz farzandlarimizga jonimizni berishga tayyormiz, har bittamiz, lekin bu kifoya emas. Hech qachon farzandingiz o'zidan o'zi aqlli, olim, esli, taqvoli, boy bo'lib qolmaydi o'zidan o'zi. Unga harakat qilish kerak. Aytinglar, birontalar masalan namoz qayerdan o'rgandingiz desam, kitobdan deysiz. Namoz o'qiyman degan kitobdan o'rgandim deysiz. Ayting, birontalar farzandni tarbiya qilishni o'rgatadigan kitob o'qidingizmi? Hayotingizda bitta bo'lsa kitob o'qidingizmi? O'qimaysiz.
Sizga baribir. Bizni nima tug'dirib qo'yamiz? To'polondan to'yib, detsatga olib borib qo'yamiz. Keyin bir narsa qilib maktab kirgizib qo'ysak, bo'ldi. Maktabdan keyin bola o'zi ketdi. O'zi katta bo'lib, o'zi uylanib, o'zi ishlab, o'zi bir narsa bo'lib ketadi. Ya'ni keyin xafa bo'lasiz. Farzandim bezori bo'ldi, namoz o'qimadi. Aytishingiz mumkin, vaqtim yo'q, ish ko'p deyishingiz mumkin. Lekin farzandingizni juda bir ajoyib yoshlik paytini hech qachon qaytara olmaysiz. Bir kishi kelib men yig'lab aytgan. Men katta kishi, puldor kishi. Men oldin farzandim, o'g'lim dada ustiga o'tirib meni yezing derdi. Ot bo'ldi. Men vaqtim yo'qdi, ishim bilan, savishaniya bilan yurardim, отчетlar bilan yurardim dedi. Hozir endi katta bo'lib qoldim, o'g'lim ham отдельно oilada yashaydi.